qo'lingni yopmasan ukam. Jurnalistga rektor qilasan. Senlar qo'shib O'shandimi? 2026-yil 18-aprel. Mana bugun bu tasodifiy uchrashuv bo'ldi. Lekin men bilaman, kechki o'qiydiganlar juda bilim olishga qiziqishadi. Ko'zlaring yonib turibdi. Bizni istagimizni shu universitetda shuncha o'qidinglar. Ish joyi bilan o'qishni birga olib bordinglar. Bu oson emas. Shuning uchun men shuncha chekkan mashaqqatlaring diplomda yaxshi baholarda aks etsin. Kelajakda yaxshi ishlanglar, shu bizning universitetimizning dovruğini, nomini, sharafini ko'tarib beringlar. Sizlarga bizning eng samimiy ustozlar nima tilaydi? Shogirdini ravnaqi, ustozni ishini natijasi. Boshqa hech narsa kerak emas. Uyga borsangiz 2-3 ta non olib kelishingiz kutib turadi. Bolalaringiz shirinlik kutadi. Ustoz sizlarni sharafinglarni kutadi. Ustoz sizlarni omadinglarni kutadi. Ustoz sizlarni ishinglarni rivojlantiradi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Hammanglar yutuqlaringlarni ko'raylik. Sog' bo'linglar. Ovoz yozar, nimaga yozmaydi? Bo'ldi. Zodang ozaga